Shu kivi daraxti bo'ladi. Mana hozir gullagan davri. Ko'rib turganingizdek, mana gullagan davri. Oldi mana bunday qilib mana mevalar qildi mana. Hozircha mana shu mevalar. Kivi daraxtini endi shu yil mevasi ushasin deb umid qilyapmiz. Menimcha ushasa kerak mana. Shu ushapti mana hali. Mana shu ushapti mana. Niyatlarimiz yaxshi, Xudo xolasa. Hosil olish maqsad, bundan hosil olish. Sovuq ta'sir qilib qo'ydi lekin qiluvdi, lekin ancha yaxshi. Endi ochilyapti yana. Mana bu 1 yasharlik urug'lari. Shu marlizni tayini shunday ochsak, mana shular chiqayotganlar hammasi kivi urug'lari. Mana shular kivi ko'chatcha bo'ladi mana shular. Mana bitta. Mana ular 2 yasharlik kivi ko'chatlari mana bular. Hammasi. Xudo xolasa mana kivi.